Bugun Amerika Qo'shma Shtatlari media makonida Amerika Qo'shma Shtatlari vitse-prezidenti J.D. Vance haqida o'zgacha maqolalar e'lon qilindi. Unga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari vitse-prezidenti Prezident Trump Eronga qarshi urush boshlashdan avval ayni shu urushga qarshi fikrlar bildirgan va Trumpni bu fikrdan qaytarishga harakat qilganligiga iddao qilinadi. CNN telekanalining vitse-prezidentga ayni shu masalada bergan savollariga vitse-prezident shunday javob bergan: "Men Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti bilan bo'lgan shaxsiy va maxfiy ma'lumotlar haqida sizlarga e'lon qila olmayman. Prezident o'zining maslahatchilaridan maslahat olishga va mustaqil fikr asosida qaror qabul qilish huquqiga ega" degan. Ammo urush haqida yaxshi yoki yomon fikr bildirmagan. Eslatib o'taman, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Trump Venesuelaga kirib, Venesuela prezidentini o'g'irlab olib chiqib ketgan vaqtda vitse-prezident bu harakatlarni bir necha bor ommaviy tarzda olqishlagan. Ammo bu urush boshlanganidan beri 2 hafta o'tganiga qaramasdan Eronga qarshi harakatlarni olqishlagani ham, unga qarshi gaplar gapirgani ham ko'rinmagan. Eslatib o'tishim kerakki, Amerika Qo'shma Shtatlarining hozirgi vitse-prezidenti J.D. Vance 2028-yilda bo'lib o'tadigan AQSh prezidentlik saylovlarida asosiy nomzodlardan biri. U nafaqat respublika ichida bo'lib o'tadigan ichki saylovlarda, balki umumiy saylovlarda ham yetakchilardan biri hisoblanadi. Undan tashqari ayni shu siyosatga kirib kelishidan avval va keyin ham, shu vitse-prezidentlik lavozimiga saylanishdan avval ham uning qarashlari doimo Amerika Qo'shma Shtatlari va uning fuqarolarini eng birinchi qatorda afzal bilgan holatda dunyodagi boshqa davlatlar va dunyo siyosatidan ajratib, ularning manfaatlari uchun harakat qilish bo'lgan. Ya'ni dunyodagi boshqa hukumatlarni o'zgartiruvchi, neftga aloqador va hokazo urushlar va xalqaro siyosatga kamroq aralashgan holatda Amerika Qo'shma Shtatlari ichidagi fuqarolarning hayot tarzini yaxshilash tarafdori bo'lgan.